Assalomu alaykum, ustobdagi qarindoshlar. Qanday ahvolinglar, yaxshi turibsizlarmi, salomat turibsizlar? Bu savol mendan so'ralgandan keyin men azroq o'zimning ko'z qarashini, ya'ni Qur'ondan olgan ilmim bilan o'zimning ko'z qarashini o'ttirib qo'yib boqay. Xatolashib ketsam, qarindoshlarning har qanday bir Uyg'urningki, "Ma so'zni xato qilding" deyish haqqi bor. Lekin shu xatolashib ketgan yerimni Qur'on bilan ko'rsatib qo'ysa bo'ladi. Men har qanday odamning xatosini Qur'on bilan ko'rsatyapman. Qur'on bilan ko'rsatmasa, Qur'on bilan xatorimni ko'rsatmay, u manda debdike, manda debdike deb boshqa yerdan bir narsani akilib, men Qur'ondan gap qilyapsam, boshqa narsalar bilan meni xatolashding desa, men e'tirof qilmayman. U haqiqatan bir iymon islomning davosini qilgan odamning og'zidan chiqadigan gap emas. Bir odam Qur'on bilan bir odamning xatosini ko'rsatsa, u oyatni ya inkor qilolmasdan, inkor qilsa albatta dindan chiqadi. Uning qarshi bir oyat izlay desa, Qur'onda unda qarshilik yo'q. Qarshilik yo'q. Shuning bilan o'zi bir e'tiqod qilib olgan, o'zining aqidasi singib ketgan bir xato narsa bor. Shuning bilan shu xatolar bilan xatoga chiqarish uchun tirishchanlik ko'rsatadi. Bu bir to'g'ri mantiq emas, bir musulmonning qiladigan ishi emas bu. Bir musulmon qo'rqish kerak. Bir odam Qur'on bilan xatosini ko'rsatsa, ustiga ilish kerak. Ustiga ilish kerak. Mening bu xatorimni Qur'on bilan ko'rsatsanglar, albatta ustimga olaman. Xato gap qilib qo'ygamsam kechirim so'rayman. 2 rakat namozimni o'qib, Allohdan kechirim so'rayman. Mana shunday qilmaysizlar bu, yengil. Endi bu qabr azobi to'g'riliq so'zlagan kishi Abu Hanzila. Bu gapni boshlaganda Abu Hanzila bu ahli sunnatningki ichidagi Salafiy aqidadagi kishi deyman, Salafiy firqasiga mansub. Bilimli kishi. Allah razı bo'lsin. O'zining shu o'qigan narsida jiq narsa biladi. O'zining o'qigan narsida. Endi gapni boshladi bu. Murakkab gap qilibdi debsiz. Murakkab gap qilishlik sabab nima desa, boshdan Qur'on bilan boshladi, chiroyli boshladi. Payg'ambarni Allah o'zimizning ichidan, ya'ni bizga o'xshash bir insonning ichidan yeydigan, ichadigan, bozorda yuradigan, bizga o'xshash gap qiladigan, bizga o'xshash xotni oladigan, ussaydigan, qo'sqachadigan, bizga o'xshash bir insonning ichidan elchi qilib tanladi deydi. Uning vazifasi Qur'onni yetkazish deydi. Qur'onni yetkazish. Yana bir vazifasi hikmat. Hikmat nima desa, hikmat shu Qur'onni nayt metod bilan, nayt chiroyli, nayt o'lchamlik qilib hayotga tatbiqlash qobiliyati o. Hikmat degan shu. Hikmatni butun olimlar shunda deydi. Ba'zi qarindoshlar qap-qarasag'lam hikmat degan hadis, sunnat deb moyoqda burmoch qalaymaqan bir narsani shu hikmat deydi. Uning qaysi hikmat? Mamaning bilan zid, mamaning bilan zid, mamaning bilan zid. Nurg'unini akasan Qur'on bilan zid. Mushundami hikmat bo'lamdi desangiz, tepbiremaydi. Onu depbiremaydi, ham o'zi uning ichidan chiqamaydi. Hikmat degan nima desa, payg'ambar alayhissalomning Qur'onni hayotga shunda mukammal, yaxshi tadbiqlab, insonlarga o'lchamli qilib, bu mandaq ekanda, ajoyibgina ma'vo degizvatgidek bir aql farosat, shu metod yanalam shu hikmat degan so'zning o'zini ishlatsak, nahayt hikmat bilan bir taraf qilg'uvchi, hikmat bilan shu Allohning oyatlarini bizga tushuntirib qo'yg'uvchi, hikmat degan shu hamda. Bu gaplarni so'zladi. So'zlab akilib, shuninglar uning keyindan go'r azobi to'g'riliq payg'ambar dedi yana. Shu Qur'onni bani bizga yetkazdi. Bu Qur'onni biz tushunaymiz. Allah bizga tushunishinglar uchun, bu Qur'onni bilishinglar uchun oyatlarimizni shunda tafsiliy bayon qildik. Dedi, deb shunda dedi. To'g'ri. Payg'ambarga Allohdan shu vahiy kelgan chaqda shu arablarga o'qib bersa, tushunamdi desa tushundi. Bizga Uyg'ur xalqiga
Masalan, bir kitobdan bir varaqni bir odam ochiq qilib o'qib bersa, Uyg'urchani biladiganlarimizning hammasi tushunamdiq desa tushunamiz. Agar shu payg'ambar arabning eng oxirgi payg'ambar arabning ichidan chiqib qolibdi-ki, Uyg'urning ichidan chiqqan bo'lsa, Qur'on Uyg'urcha bo'lam desa Uyg'urcha bo'ladi. Chunki biz har qanday bir qavmga payg'ambar tanlasak, ularning o'zining tilida tanladik degan sura Ibrohimda oyat bor deyman. O'zining tilida tanladik dedi. Agar bizning ichimizdan tanlagan bo'lsa, eng oxirgi payg'ambarni, u payg'ambar shu Allohning so'zini bizga Uyg'urcha o'qib beradi. U chaqda bizning xalqimiz tushunamdi desa, tushunadi, biladi uni. Biladi. Arablarmi shuni biladi. Qur'onning ichida insonlarni bilmasin deydigan bir narsa yo'q. Peygamber bilip başkalar bilmeydiğen, Allah bilip başkalar bilmeydiğen bir nersi yok. Allah Kur'an'da biz kıyamet günü sizlerni mana şu Kur'an bilen hesap alamayız. Moşunundan cevapkar sizler dedi. Onundan cevapkar bolgandan şu dese bizni bilmeydiğen bir nersini bizge Allah nazil kılıp yetkizip koyup kendi kopup onundan hesap almaydı. Bilmeydiğen nersini biz hesap veremeyimiz. Bildiğen nersini hesap verimiz. Şunun için o Kur'an'ı peygamberinin bizge şu Cibril'den kelgen vahiyini şu insanlara okup biriş vazifesi var. İnsanlar düşündü ve okup onun dikeninde yukarı degendek naiti mentikli kılıp hayatı tedbiklep köstüp koyuştan ibaret şu hikmetimiz şu peygamberge bergen. Endi şu bizge okşaş insan bolgandan bizmi mükemmel düşünüp tefekkür kılsak, aşındaki hikmet bilen bir taraf kılalaydigan kabiliyet başkalardan bolamdı. Elbette boludu. O şu peygamberdeki hikmet insanın vücudundaki, insanın akıldaki, insan tefekkürüdeki, insan kabiliyetindeki nersi bolgandan onu peygamberini bizden insan kılıp bizden içimizden tanlagan bolgandan başka insanlarımı aşındak tirişçallık kösetse ayetlerini aşında mükemmel düşündüğün, mükemmel hayatı tedbiklep, hikmet bilen bir taraf kılıdığın kabiliyetki igi bolalamdı. Boladı. Hem de bu muşunda yetkizip kelgenlik için bizge nait mürekkep bir sözlegendek, nait Kur'an'ı yetkizip atgandek, en ahırda onun göre azabı toğırlık sözlegen sözü bir toğırmını mı manın davatkan sözü degen bir ufkun peyda kıp koydu. Hem de Kur'an'da göre azabı degen bir neresi yok. Peygamber men hikmetini bilmem, men Kur'an'da nurgun nersini bilmem deyip yok nersini oturga açıkıp koyduğun kişi modisi yok. Biz demegende sen desen senin kızıl tomuruğunu kesimiz degen boğan degen yok nersini oturga açıkıp koygoç emez. Yok nersini oturga açıkıp koygoç emez. Hergiz yok nersini oturga açıkıp koymaydı o peygamber. Bağını yetkizdi. Hem de bu ço dese turupla endi Peygamber aleyhisselam meni göre azabından saklığın Allah degen, göre azabı tuğurluq dua kıgan degen bir hadisini okudu. O dua kıgan degen nerse vahiy emas. O bir rivayet. Hem de şu dua kıgan degen şu sözge Kur'an'ın vahiysiga iman keltirgendek iman keltirip, aşınınkı cezmiyet turg'izib, şunun bilan onundan keyin Kur'an'ın içinden yok nersini izlashga mecbur bo'lib qoldi bular. Kur'an'ın içinden yok nersini izlashga mecbur oldu. Mecbur bo'lib, onundan keyin oyatlarni burumlashga, qalaymiqonlashtirishga to'g'ri keldi. Şunun bilan cho desa, o'zi ma millatni qalaymiqonlashtirdi. Bir qarsangiz Kur'an'da göre azab degen bir narsa yok. Lekin ala hadisga iman keltirib olgan degan o'zi uning to'g'rimi, rostmi, payg'ambar shunda duo qilganmi, qilmaganmi uning jazmiyat turg'izolmaydi. Payg'ambarning Qur'onda yo'q narsani tilga elib duo qilishimi asli mumkin emas. Lekin ular ishongan degancha desa, oxirida bu narsani Qur'ondan izlashga majbur bo'ladi. Şunun bilan Qur'onning oyatlaridan bir yerlardan bir narsani chiqirdi. Masalan, bu nimani chiqadi desa, barzaq degan narsani o'tirib qo'ydi. Barzaq degan bir o'rinni ko'rsatmaydi. Barzaq degan bir o'rin emas. Barzaq degan to'salg'u. Sura Rahmonda qattiq suv bilan tuzliq suvning o'tirga biz bir to'salg'i qildik deganda barzaq keladi. O'lim bilan
Hayatning o'ttirida bir barzaq va u yerdami bir to'salg'u mundaqda hech qanday parda. Sura Rahman diksimi parda deb tarjima qilsimi bo'ladi, parda qildik deganga o'xshash. Shu barzaqni o'lim bilan hayotning ichidami shu bir barzaq bor, to'salg'u bor. İkisi ağrıp durduğun bir nersi bor. Ağrıp durduğun bir nersi bo'lmasa, o'lim bilan hayot ikki narsa bo'lmaydi. Ayırıp durduğun bir narsa bor. Bu yerda shu barzaq degan to'salg'u narsa, to'salg'u degan gap. Bular bu ash birini bilan qilib, bu yerda barzaq degan bir narsa va o barzaqni biz bilmaymiz deydi. Barzaqni to'salg'u deb Qur'onda ochiq davasa biz bilmaymiz deydi. Bu yerda ayrim bir hayot, ayrim bir makon qilib uni makan qilib so'zlab, shuning bilan xalqning mingisini qaymoqtirdi. Xalqning mingisini qay. Ayrim bir makan emas u. Barzaq degan yo'g'on bir o'rin emas. Barzaq degan hayotlik mayoqda ayrim bir dunyo bo'lsa, u barzaq ya'ni ayrim bir narsa emas. Bizning ahli ilmlarning ichidami birisi barzaq hayoti dedi. Barzaq hayoti degan gap yo'q. Hayoti degan gap yo'q. Barzaq bir hayot bo'lsa, hayat bir hayat olsa, qiyomatga tirilish bir hayat olsa, hayat uch bo'lib qoladi. Hayat uch bo'lib qoladi. Amaliyotda Qur'onda hayat ikki. Birisi dunyo ara hayoti, birisi oxirat hayoti. O'lim o. Barzaq degan narsa o'lgandan keyin inson aslidagi hayotga qaytanmaydi, o'ttirdi bir to'salg'i bo'ladi degan gap. Ma'mucho Abu Hanzalamicho desa, shu hadisni sahihga chiqiraman deb inkar qilolmay, Qur'onning ichidan bir narsalarni yo'q narsani izlashga majbur bo'lib qiliqliq. Yo'q narsani izlab, shuning bilan millatni, bu ummatni qalaymiqan qilib bitdiqliq. Yo'q narsani izlash vazifang yo'q sening. Payg'ambarning mo yo'q narsa to'g'riliq duo qilish vazifasi yo'q. Yo'q narsani bekordan bir duo bilan o'ttirga ochib qo'yish vazifasi yo'q. Allohdan qo'rqidi o kishi. Demak, shuni inkor qilolmay, burunqi necha ming yilning oldidagi butparastlardan, tarixdagi koni Misrning ba'zi bir e'tiqodlardan kirib qolgan shu go'r azobi degan shu narsadan kirib qolgan narsani akilib musulmonlarning ichiga hadis qilib akilib tashlab qo'ysa, uningga ishinib iymonni keltiribla, uningdagi Qur'onning ichidan bir narsalarni izlab topaman deb Qur'onning oyatlarini buzib, qalaymiqan qilib, oyatni buzib qalaymiqan qilib, uningdagi ummatni o oyatni tushunmaydigan, mayoq qarasangiz Qur'on bir nima deyotgan, mayoq qarasangiz hadis bir nima deyotgan, shuning bilan buning ichidan hech kim chiqolmaydigan mushunda bir narsa qilib qo'ygan. Bular yig'ib aytganda boshda hadisga, Qur'onga iymon keltirganda keltirib olib turib, uningdagi Qur'onning ichidan yo'q narsani izlaydi bular. Yo'q narsani izlaydi. Yo'q narsani izlagan chaqda mantiqdan chiqamdi desa chiqadi, buzilamdi desa buziladi. Shuning bilan buzib qalaymiqan qilib, o'limdan iborat bir narsani hayotga aylantirib, Allah bir yerda bir o'lim bor, o'lim mezgili bor. Sizlar o'lisizlar, o'lgandan keyin qiyomat kuni biz tirildirimiz Sura Yasinning 52-oyatiga deyman. Shu oyatda biz ularni tirildigan vaqtimizda shirin uxlayotgan yerimizdan kim uyg'otdi deb cho'chib o'g'inadi deydi. Hattoki inson o'lgandan keyin qiyomatgacha bo'lgan arliq ko'zni yumib ochqicha arliqdek o'tib ketadi dedi. Chunki buningga Ashobul Kahfmi 309 yil uxlagan, Uzayr alayhissalommi 100 yil uxlagan. Shularni o'g'atgan vaqtda ular qanday o'yg'andi desa, hozir uxlagandek o'yg'andi. O'lim mana mushta narsa, hech nimani bilmaydi u odam. Bizni shirin uxlayotgan yerimizdan kim uyg'otdi deb uyg'onadi qiyomat kuni dedi Alloh. Agar u yerda azob bilan yotgan bo'lsa, nima bo'ladi desa, "Ya Alloh, kim o'g'itib qo'ydi? Ajab qutuldimi? Nima degan jafoliq bu o'lim?" deb qopatdi u. Bizni shirin uxlayotgan yerimizdan kim uyg'otdi deb uyg'ondi. Ashobul Kahfning misoli, Uzayr alayhissalomning misoli, o'lim degan ana shundoq ko'zni yumib ochqicha o'tib ketgandek o'tib qiyomat maydoniga yig'iladigan ashundoq bir tuymaydigan, bilmaydigan narsa u. Demak, Qur'onda go'r azobi to'g'riliq hech narsa yo'q. Bular boshda hadisga iymon etib olib, keyinda qo'pib Qur'onning ichidan shuni izlayman deb millatni qalaymiqan qiladi.